Assalomu alaykum. Men Yuzboy Musulmon matematika fanidan milliy sertifikat imtihoniga tayyorlayman. Milliy Maths Teacher jamoamizning yangi loyihasi bo'yicha yana bir bor tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ya'ni oxirgi 3 ta imtihonda tushgan ochiq savollarni spesifikatsiya bo'yicha o'rganish. Quyida ochiq savollar spesifikatsiyasi keltirilgan. Bugun esa oxirgi 3 ta imtihonda tushgan 38-savollarni o'rganamiz. 38-savol milliy sertifikat imtihonida aynan funksiya mavzusidan tushadi. Loyiha davom etishi uchun shunchaki videoga layk, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Endi 38-savollar tahlilini ko'ramiz. 23 fevraldagi tushgan savol. Funksiya berilgan bo'lsa, f2 ning qiymatini toping. A shartida, B shartida fx teng 0 tenglama angizlari yig'indisini toping. Agar tenglama bitta ildiziga ega bo'lsa, shu ildizni toping. Demak, birinchi f fx funksiya bo'yicha f2 ni qiymatini topish kerak. Birinchi bizga talab etiladi fx funksiyani topish. Demak, fx funksiyani topish uchun biz almashtirish kiritamiz. X ni 1 taqsim x ga. X ni 1 taqsim x ga almashtirish kiritsak, bizda hosil bo'ladi f 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim x minus 1 2 taqsim x plus 1 ko'paytirilgan fx bo'ladi. Keyingisi 3 taqsim 1 taqsim x minus 1. Almashtirishimizni soddaroq ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, hosil bo'ladi f 1 taqsim x qo'shilgan 1 minus x taqsim 2 plus x. fx funksiya, ya'ni fx funksiya teng 3x taqsim 1 minus x ga. Endi berilgan tenglikni olib borib tagiga yozadigan bo'lsak, ya'ni mana bu f 1 taqsim x ni birinchi yozamiz. Ya'ni argument bo'yicha x minus 1 taqsim 2x plus 1 ko'paytirilgan f 1 taqsim x va fx ni keyin yozamiz. Plus fx teng 3 taqsim 1 minus x. Demak, ikkalasini sistema qiladigan bo'lsak, mana nima uchun x ni o'rniga 1 taqsim x qo'ydik? Chunki mana ikkalasini sistema qilib fx ni topib olish uchun. Demak, fx ni topib olish uchun mana bu xatni qisqartirib yuborishimiz kerak. Qisqartirib yuborish uchun birinchi tenglikni ko'paytiramiz x minus 1 taqsim x plus 1 ga. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, hosil bo'ladi x minus 1 taqsim 2x plus 1 qolgani plus hosil bo'ladi. Demak, o'rta minus bo'lib ketadi. 1 minus x ga x minus 1 ko'payib, natija x minus 1 ning kvadrati bo'ladi. Mahraji x plus 1 x plus 2 fx teng 3x taqsim 1 minus x. Keyingi tenglik f 1 taqsim x funksiyaning oldidagi koeffitsiyentlar tenglashdi. Qolgani turadi teng 3 taqsim 1 minus x 1 minus. Demak, 3 taqsim 1 minus x emas, mana shu yerda 3 taqsim x minus 1 ekan. Demak, 3 taqsim x minus 1. Endi ikkalasini ayirib yuboradigan bo'lsak, mana bu f 1 taqsim x dan qisqarib ketadi. Pastdan tepani ayiramiz, pastdan tepani ayiramiz. Hosil bo'ladi fx ko'paytirilgan, bu yerda 1 dan bu ayrilsa qo'shib ketadi. Natija surati 3x kvadrat plus 3x plus 3 hosil bo'ladi. Mahrajda x plus 1 bilan x plus 2 ning kvadrati hosil bo'ladi. Tenglik o'ng tarafi mahrajda
Makrajda 2x plus 1 bilan x minus 1ning ko'paytmasi suratda 3x kvadrat plus 3x plus 3 hosil bo'ladi. Demak, qisqartirsak 2x plus 1lar ham qisqaradi. Bundan fx funksiyamiz hosil bo'ladi. X plus 2 taqsim x minus 1. X minus plus 2 taqsim x minus 1. Endi A sharti bo'yicha f ikkimiz 4 ga teng. B sharti bo'yicha fx teng 0 tenglamaning ildizlari yig'indisi. Ya'ni tenglamamiz x plus 2 taqsim x minus 1 bo'lyapti. Teng 0. Bundan x teng minus 2. Bu bitta ildiziga ega. Bu yig'indisi esa shu ildizning o'zi bo'ladi. Minus 2. Endi keyingi savolga o'tamiz. 25 maydagi tushgan original savol. Rasmda berilgan grafikda fx funksiyaning, ya'ni parabolaning grafigi, keyingisi gx funksiyaning grafigi va fx oxni kesib o'tgan nuqtalar berilgan. Mana grafik bo'yicha. Keyin bizdan so'ralyapti f minus 2ning qiymati va mana bu koeffitsiyentlar bo'yicha nisbatni so'rayapti. Bunda birinchi navbatda biz fx funksiyani qurib olamiz. Fx funksiyamiz a ko'paytirilgan x minus x1 va x minus x2 bo'yicha yozsak bo'ladi. Endi bizda x1 bor 5, x2ni topishimiz kerak. x2miz bizda m ga teng. M ni qanday topsak bo'ladi? Grafikka yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, uchi absissasi 2da turibdi. Absissasi 2da turibdi. Endi demak, absissasi simmetriya o'qi ham hisoblanadi. 2dan 5gacha 3 birlik masofa bo'lsa, 2dan m gacha ham 3 birlik masofa bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadi m ning qiymati minus 1ligi. M ning qiymati minus 1ligi kelib chiqadi. Endi fx ni yana yozadigan bo'lsak, fximiz a ko'paytirilgan x plus 1 bo'ladi. Birinchi ildiz minus 1 ga teng, ikkinchi ildiz x minus 5 mana. Ildizlar bo'yicha yozib oldik. Endi a koeffitsiyentini topamiz. Mana bu nuqta bo'yicha. 2 minus 4,5 nuqta bo'yicha. Ya'ni 2 minus 4,5 nuqta funksiyaga tegishli. Bu bo'yicha minus 4,5 teng bo'ladi. A ko'paytirilgan 2 qo'ysak 3 ko'paytirilgan. Demak, 3 ko'paytirilgan minus 2. Bundan minus 2 emas, mana shu yerda minus 3. Minus 3. Bundan a ni qiymati kelib chiqdi. A teng 1 taqsim 2. A 1 taqsim 2 bo'lsa, fx funksiyamiz qanday ko'rinishda bo'ladi? 1 taqsim 2x kvadrat minus 2x minus 5 taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Fx funksiyamiz. Demak, bu bo'yicha a 1 taqsim 2ligi kelib chiqdi. B ning minus 2 ga tengligi kelib chiqdi. Va s ning minus 5 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqdi mana. A koeffitsient, B koeffitsient va S koeffitsient bo'yicha. Endi mana bu funksiya, ya'ni parabola y o'qini S nuqtada kesib o'tadi. Bundan kelib chiqadi, mana 0 n bo'lsa, n ning S ga tengligi. Demak, n ham minus 5 taqsim 2. Demak, mana bu tarafga koeffitsiyentlar yozib ketaveraylik. A teng 1 taqsim 2, B teng minus 2, S teng minusdan 5 taqsim 2. Va m ning minus 1 ga tengligi ma'lum, n ning minus 5 taqsim 2 ga tengligi ma'lum. Hozircha mana shu koeffitsiyentlar ma'lum. Endi a shartini bajarib qo'ysak bo'ladi. A sharti bo'yicha f minus 2 ni topish kerak. F minus 2 nimaga teng? Taqsim 2 ga ko'paytirilgan 4 plus 4.
minus 5 taqsim 2 bo'yicha hisoblasak 6dan 5 taqsim 2ni ayiramiz. Bu 7 taqsim 2ga teng. A sharti bo'yicha yechim 7 taqsim 2 chiqdi. Endi B shartiga o'tadigan bo'lsak, barcha koeffitsientlar mana A, B, S, K, L, M, N koeffitsientlar kerak. Bizda mana N bor, M bor. Bizda faqat K bilan L yo'q. K bilan L mana Gx funksiyada keltirilgan mana. Gx funksiya K ko'paytirilgan ildiz tagida x plus L. X plus L. Endi endi mana bu minus 1 0 nuqta, minus 1 0 nuqta, minus 1 0 nuqta Gx funksiyaga tegishli. Gx funksiyaga tegishli. Demak, bundan kelib chiqadi minus 1 K ko'paytirilgan minus 1 emas, 0 teng K ko'paytirilgan ildiz tagida L minus 1. L minus 1 teng 0 bo'lsa, bundan L ning 1 ga tengligi kelib chiqadi. L ning 1 ga tengligi kelib chiqadi. Endi Gx ni L bo'yicha, ya'ni L ning qiymatini qo'yib yozadigan bo'lsak, Gx teng K ko'paytirilgan ildiz tagida x plus 1. X plus 1. Endi mana bu 0 n nuqta, 0 n degani 0 n degani 0 minus 5 taqsim 2 nuqta funksiyaga tegishli. Undan minus 5 taqsim 2 K ko'paytirilgan x ni o'rniga 0 qo'ysak 1 bo'ladi. Bundan K ning qiymati ham minusdan 5 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, bizda mana K ning qiymati kelib chiqdi minus 5 taqsim 2 va L ning ham qiymati kelib chiqdi. Koeffitsiyentlar nisbati bor. Koeffitsiyentlar qiymati bor, qiymati. Demak, endi B shartini bajaradigan bo'lsak, B shartida mana shu ayirmalar nisbatini so'ragan. Davom etamiz. A ni o'rniga 1 taqsim 2 qo'yamiz. B ni o'rniga minus 2 qo'yamiz. L ni o'rniga 1 qo'yamiz. Va S ni o'rniga minusdan 5 taqsim 2 qo'yamiz. K ni o'rniga minus 5 taqsim 2. M ni o'rniga minus 1 bo'lsa plus 1 bo'ladi. N ni o'rniga yana minus 5 taqsim 2. Ikkalasi qisqarib ketadi. Surat demak 3 bo'ladi, plus 2 bo'ladi, minus 1 taqsim 1. Ikkalasi 3 ni beradi. Bu plus 2 minus 1. To'g'ri. 5 bo'lsa 1 darsak 4, natija 4. Demak, B qismiga 4 bo'ladi. A qismiga 7 taqsim 2. Keyingi savol. Oxirgi milliy sertifikat imtihonida tushgan 38-savol. Fx funksiya uchun quyidagi tenglik o'rinli. A shartida f1 minus f minus 1 so'rayapti. B shartida f2 minus f2 ning qiymatini so'rayapti. Demak, boshladik. f1 minus f minus 1 ni topish kerak. Buning uchun nima qilamiz? X ni o'rniga birinchi navbatda 1 qo'yamiz. Chunki bizga f1 kerak. Demak, x ni o'rniga 1 qo'ysak, hosil bo'ladi 4f1 qo'shilgan 2f minus 1 teng 2 ga. Keyingi navbatda x ning o'rniga minus 1 qo'yamiz. Chunki bizda f minus 1 kerak. Demak, x ning o'rniga minus 1 qo'ysak, 4f minus 1 4f minus 1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f1 teng 0 ga. 0 ga. 0 ga qo'shilgan 2f1 f1 qo'shilgan 2f1 f
Endi ikkalasini ayirib yuboradigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi 2f1 ayrilgan 2f-1 teng 2. Bundan kelib chiqadi f1 bilan f-1 ning ayirmasi birligi. Birligi bu A qismining yechimi bo'ldi. A qismining yechimi bo'ldi. 1 ga teng. Endi B qismiga o'tamiz. B qismiga o'tamiz. F2 minus F-2 ni so'ragan. Bunda nima qilamiz? Birinchi navbatda x ni o'rniga 2 qo'yamiz. X ni o'rniga 2 qo'ysak, bizda nima hosil bo'ladi? Bizda hosil bo'ladi 4f2 qo'shilgan necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Chunki 2 ni qo'ysak 6, 3 bilan qisqartirsak 2, 4 bo'ladi. 4f1 hosil bo'ladi. X ni o'rniga 2 qo'ysak 4f1 tenglik 9 ga. Endi x ni o'rniga minus 2 qiymat qo'yadigan bo'lsak, 4f-2 qo'shilgan 4f-1 teng minus 7 ga. Ikkalasini ayirib yuboramiz. Ikkalasini ayirib yuboradigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan f2 minus f-2 va plus 4 ko'paytirilgan f1 minus f-1 teng 16. Bizda mana bu, ya'ni ayirma bor. f1 minus f-1 qiymati bor. Mana 1 ga teng va o'rniga 1 qo'ysak, bizdan so'ralgan ifoda kelib chiqadi. 4 ko'paytirilgan f2 minus f-2 qo'shilgan 4 bo'ladi, teng 16 ga. Bundan f2 minus f-2 ni topadigan bo'lsak, 3 ga teng. 3 ga teng, B qismiga 3. Shuning bilan oxirgi 3 ta imtihonda tushgan 32-savollar tahlili tugadi. Hammaga rahmat. Keyingi savolda ko'rishguncha.